Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Mavardi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya namlı kitabındaki dersimizdeki bugünkü devamında İmam Mavardi rahmetullahi aleyhi şundaqdaydı. Hem de ilimniki çiki yok degan mazmun to'xtalmoqchi. Bu vaqtda İmam Mavardi rahmetullahi aleyhi bilib qo'ying. Her qandaq ilim sharaflikdir. Her qanday ilimning o'ziga loyiq ortiqchiligi, fazilati bor. Ilimni umumiylik butunlay egallash bu mumkin bo'lmaydigan ish. Bir odam ilimning hamma turini egallab bo'lolmaydi, bilib bo'lolmaydi. Shunlashqa donishmandlarga aytilganda hamma ilmni kim biladi desa, butun xaloyiq biladi deb javob bergan. Demakchi bo'lgani, butun dunyodagi ilmni hammadan cho'chqa vaqtida, toqatqa vaqtida hammadan biladi. Lekin bir odam bilmaydi demakchi. Masalan, birisi fizik biladi, birisi ximiya biladi, birisi astronomiya biladi, birisi Qur'on biladi, birisi hadis biladi, birisi fiqh biladi va kaza shunga o'xshaganda, shunga o'xshagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bayon qilingan bir hadislarda shunday deydi: kim ilmning cheki va deb o'ylab qolsa, bu ilmniki haqqini kam sangan bo'ldi. Ya'ni bu ilmga nisbatan sal tuvan qaragan bo'lib qoldi. Yoki Alloh subhanahu va taolo sifatlagan o'rindan boshqa bir o'rinda, boshqa bir darajada ilmniki darajasini tushirib qo'ygan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shunaqda sizlarning o'rgangan ilminglar ozgina. Donishmandlar, ulamolar bu vaqtda mundaq deydi: agar biz ilmning g'oyasiga, chekiga yetimiz deb o'rgangan bo'lsak, biz ilmni naqslik bilan, kamtiklik bilan bir töven çağlap qalgan bo'lamiz yoki ilmni töven nuqtada boshlagan bo'lib qolamiz. Lekin biz ilmni o'qishdagi birdan bir maqsadimiz har kuni o'zimizning jaholat, nadonligini tövelletish maqsadida o'qiymiz. Shunlashqa biz kunliki, biz davomliq ilm irfon babida o'zimizning ilm ma'rifatimizni oshirmaymiz degan. Va bir qism ulamolar yana mundaq deydi: ilimga shundoq cho'nqurlab tushgan odam dengizda uzgan, kezgan odamga o'xshaydi. U ne yerni ko'rmaydi, ne kenglik va tuzlikni ko'rmaydi, bilmaydi. Hammad Raviya degan kishiga shundoq deyilganda, ayni vaqtda savol tariqasida bu Hammad ibn Maysarat al-Shaybani, bu Umayyalar va Abbosiylar davrida yashagan odam. Umayyalarning oxirgi mezgili va Abbosiylarning dastlabki bosqichida. Bu odamni Raviya deb atashning sababi mush arablarning nurg'un she'rlarini yodg'i bilgan odam. Hijriya 165-yil o'lib ketgan, shunlashqa bu odamni Raviya deymiz. Mush odamdan savol tariqasida so'ralgan ekanda. Chunki bu o'z vaqtidagi mush arablarning kompyuteri, arabning mush xalq she'rlarini, klassik she'rlarini anati yaxshi biladigan taniqli adibda ilmga qachon to'yasan desa, u odam shunday degan: biz ilm borasida barliq kuchimizni biz chiqaramiz. İçimizni bo'shtib kuchimizni yig'amiz. Lekin ilmniki chekiga biz yetamidik, ham yetolmaymiz. Bu vaqtda biz shoirninki mundaq degan bir mazmun bor. Shu kabi bo'lamiz. Tog'ni kessak tog' kelur yoki do'ngi chiqsak do'ng ko'rilar deb musherni o'qigan. İza qata'na alaman bada alamun. Hamda Harun Rashid rahmetullahi alayhi Mahdi'den iki beyt bayon qilibdi. Bu ikkalasi Abbosiy xalifalari. Va mundaq deganda bu she'r, bu ikkala beyt balki shu nimaning deb o'ylayman, Mahdining deb o'ylayman. O she'r tuvandikcha: ey jonijon nafs deydi. Nafs, o'zining nafsi, insonning nafsi. İlim denizge çökep şunqıqın. Kişiler ya avamın nas buludu, ya xas adamlar buldu. Özünki bir alaylık ve artıqçılık adamlar buldu, adamlar içinde ya ki xalq bilan ortaq yaşaydigan normal adamlar buludu. Bu dünyada hamma narsani bir egallab bulduğan iş, o yok iş. Fakat hamma narsani egallaymasak, şu naqisni egallaganga o'xshash yoki naqs bilan naqis o'zini yo'g'iganga o'xshash bir ish. Yoki misol olib aytgan vaqtida yalang'och odam so'qoqdan qutulish uchun
O'sha beliq torini o'ziga yepinch qilib olgan o'xshash bir ish deydi. Demakchi bo'lgani bu yerda bu ilm dengizi shunday kengri cheksiz dunyoki bizak bir naqs bandalar buni egallab bo'lolmaymiz demakchi bu yerda. Bu kitobni biz ikki xil nusxadan foydalanib dars qilyapmiz bu kitobni. Bir nusxada har bir mazmunga ayrim bob qo'ygan bu odam, tema qo'ygan. Ammo yana bir yangi nusxada buni tema qo'ymay, shu surplam temasiz holatda bayon qilib o'tgan. Faqat bunda temining orasini bo'lash uchun kichik bunda gullik naqshlarni qo'yib qo'ygan nashriyat tarafdan bu orqali yangi mazmunga o'tganligini bayon qilgan. Ammo bu kitobni taqiqlagan boshqa bir nashriyatida bularni Yasin Muhammad So'siniki taqiqlagan nusxada har bir bo'lakka ayrim tem qo'yibmagan. Shu bu kitobdan foydalangancha biz ma to'g'ri qo'ygan nusxada bu teminiki mavzusi yo'q. Ammo ma foydalanib o'qiyotgan kitobda ikki nusxadan foydalanyapman. Buningda birsida temliq, birsida temsiz. Lekin men so'z jihatda ekranda ko'rilgan nusxada tema bo'lmagan bilan, ammo shu tarjima dars nusxasida bu tarjimasi bor teminiki. Masalan, hozir tövanda bir tema tugdida, yangi bir temaga o'tdi. Bayatniki dars o'qigan temamiz La nihayata lil ilmi degan temani o'qigan. Hozirgi tema bo'lsa Afzalul ulumi ulumuddin degan temada o'qiymiz, lekin ekranda ko'riladigan kitob nusxasi yo'q, ammo tarjima eg'iz nusxasida bor. Xo'sh, Afzalul ulumi ulumuddin ilmning eng afzali, ilmlarning eng afzali javhari dini ilm deydi. Xo'sh, endi bütün ilmlarni bilishga chora yo'q ekan. Undaqda eng muhim ilmga diqqatimizni tortmoq teximiz zarurdir. Shunglashqa eng avval, eng afzal, eng yaxshi ilmga ahamiyat bermak to'limi zarurdir. Undaqda ilmlarning eng avlasi, eng afzali dini ilmdir. Chunki kishilar dini ilmni bilish orqali to'g'ri yo'lni topa oladi. Bilmasa ezib ketadi. Hatto bir ibodatni qilgan odam qanday qilishni bilmagan ahvol ostida bu odamning ibodatini to'g'ri durust ado topmaydi. Chunki uning durustlik shartlarini, durust bo'ladigan, to'g'ri bo'ladigan taraflarini bu inson bilmadi-da albatta. Shunlashqa Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida aytadilar, ilmning fazilati ibodatning fazilatidan yuqoridir va yaxshidir. Shundoq bo'lganda albatta, chunki ilm ibodatniki fazilatini bildirdi, qiziqtirdi, haydakchi bo'ladi. Ibodat shu o'rindigan, ado qilgan odam ilmdan bexabar bo'lgan ahvol ostida bu ibodat durust, to'g'ri ibodat bo'lmaydi. Shunlashqa dini ilmni o'rganish har bir bandaning majburiyati. Bu yerda majburiyati degani, masalan, kundalik turmushimizda yuz beradigan ibodatlarni cho'qim bilish, o'rganish shart. Tahorat, namoz, muhim inson o'z qilmasi bo'lmaydigan ibodatlarniki qanday qilishni, qanday ado qilishni bilishning o'zi bu yerda farzda. Masalan, ruku farz namozda, qiyom farz, sajda farz. Masalan, shuni bilmasa u odam qanday ibodatni to'g'ri ado qila oladi? Shunga o'xshagan. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam ilm o'rganish har bir musulmonning majburiyati degan. Bu vaqtda undaqda ikki xil tushuntirish yo'li bor. Birinchi tushungan vaqtimizda har qanday bilmis bo'lmaydigan ibodatlar bor. Buni cho'qim o'rganish farz degan bo'ladi. Ikkinchisi umumyuzlik ilmlarni o'z ichiga oladi. Hamda qila oladigan odam bu ishni, bu ilmni egallamagan bo'lsa, umum musulmonlarning shu ilmlarni o'rganishi undaqda farz bo'lib qoladi, majburiyat bo'lib qoladi. Dini ilmning o'zini Alloh subhanahu va taolo ma'lum
shaxslarga farz qildi. Ba'zi farzlarni umum odamlarga farz qildi. Masalan, diniy ilmlarningmi xos bir qism odamlarga farz bo'lganlari bor, bir qism odamlarga farz emas. Bir qism ba'zi bir farzi bor, hamma umumyüzlik odamlarga farzda. Endi Alloh subhanahu va taolo diniy ilmning bir qism shaxslarga masalan uni farz qildi-da masalan. Bir qism. Lekin bu diniy ilmni umum odamlarga o'rganishga farz qildi. Masalan, fatvo beradigan, fatvo salohiyat to'shdigan odamlar bor. Bu odamlarniki fatvo bermiki balkim bu yerda farz bu yani ayan ma'lum shaxs xarakterlik farzlar bo'ldi. Ammo lekin bu umumga farzda bu. Umum bütün musulmonlarga o'rganish farz. Ammo shunday salohiyat to'shgan odamlarga bakrak inoqroq farz degan bo'ldi. Endi ma'lum shaxslarga farz vojib bo'lmagan yoki avomin nasqa farz bo'lmagan narsani o'rganishdan albatta diniy ilm avla, afzal undaqda. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Agarda dedi, ularning ichidan bir turkum kishilar bu oyatniki 5 asli va ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa." Mishadan boshlangan asli. Mo'minlarning hammasining jihatga chiqishi loyiq emas. Hammasiniki butun jutni tashlab jihatga chiqilishi o yaxshi avval emas. Bularning ichidan bir turkum guruh yoki bir turkum jamoat diniy olim bo'lib, faqih bo'lib, ular qavmning qishiga qaytgandan keyin ya yurtiga yoki shu millatining qishiga qaytgandan keyin shu qavmning Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm talab qilishga chiqmadi deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak bu oyatda jihadga qilish, jihad chiqish va jihad qilishninki farzligi ilgari surilish bilan birga Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilish uchun chiqmagan avvallarni bu yerda tanqidlayotdi. Demak bu diniy ilmni o'rganish bu yerda farz demakda. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan bayon qilinishicha, Payg'ambar alayhisolatu vasallam masjidga kiribdi-da. Masjidda ikki o'rin bor ekan. Birisi Allohni zikr qilib, subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh, Allohu akbar degan o'xshash zikrlarni qilib o'tgan. Yana bir guruh diniy mazmunlar haqida o'rganish qilayotgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayon qilib bundoq debdi: "Ikkili majlis, ikkili suhbat o'rindagilar yaxshilik ustida bo'libdi. Mening yaxshi, mening yaxshi qilayotgan ishi to'g'ri" debdi-da. Lekin bu ikki majlisning ichida menga yambisidan sevimliroq bir majlis bor. Endi avlar duo qilib, zikr tasbih qilib, Allohdan so'rab turibdi. Xolis Alloh ularga beradi, xolis bermaydi. Ammo mav tarafdagi jamoat fiqh o'rganib turibdi. Diniy bilimlarni o'rganib turibdi. Bilmaydiganlarga dars berib turibdi masalan. Men payg'ambarimiz mushu guruhni o'ziga sevimli deb o'yladim-da, da'vatida. Men bir muallim insonman. Muallim bo'lib ibodatildim. Kishilarga yaxshilikni o'rgatish uchun avatildim, payg'ambar bo'lib avatildim. Ham muallim bo'lib avatildim. deb shu ilm tahsil qilayotgan, ilm borasida gap qilayotgan so'rovga kelib o'sha o'ltag'an. Marvon ibn Janah, Yunus ibn Maysara payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilinib, payg'ambarimiz shunday degan: yaxshilik bir odat, bir oson avval, insonning tabiati uningga moyil, erishman bo'ladi. Yaxshilik degan inson davomli qilmasimi, o'rinliq qilib, ba'zi bir shaytoniy havas yo'g'idan qilmasimi, ammo bir qilsam ekan deydi. Har qanday odamniki qalbi yaxshilik talpindi va bir qilsam deydi. Qilsam deb turdi-da. Yomonlik bir xil zirkishlik. Odamning ish qiladigan. Shunday bir avval. Kimki Alloh bu kishiga yaxshilikni iroda qilsa, uni diniy mazmunlarda bilimdor qiladi deb ta'riflagan, bayon qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilingan yana bir hadislarda payg'ambarimiz shunday deydi: "Mening ummatimning eng yaxshisi ulamalardir. Ulamalarning eng yaxshisi faqihlardir." Bu yerda faqihlar degan shu dinni yaxshi tushungan. Dinni qandoq, nada qo'yishni, nada o'lchashni biladigan o'zinki shu diniy tushunchisini aytdi. Qur'on hadisga aytdi. Mas bo'lgan bunda odamlarni shu faqih deydi bu yerda.
Muaz ibn Rufa'a İbrahim ibn Abdurrahman el-Uzari degan kishidan bayon qilgan. Bu tabiin İbrahim ibn Abdurrahman degan kishi, tabiin kishi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilib shundoq deydi. Bu ilmni davr shu ummatniki eng adil odamlari, taqvo odamlari davomlashtirib bu mas'uliyatni, ya'ni bu ilmni ko'tarib davom etib mangadi. Bu ilmdan deydi. Nayati oshqun chek-chegaradan eshib ketgan oshqunlarning tahriblarini, ya'ni o'zgartirayotgan taraflarini bu ilmni qo'g'dab turdi bular. Bu shu taqvodor olimlarda. Batil fitna taqtigan, shubha taqtiganlarning shubhalarini bular davomliq yemirib turdi. Nadallarning xato tushunishlarini bular yanala to'g'irlab turdi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana har davrda mush ilmni taqvo davomlashtirgan sog'lom odamlar davomli chiqib turdi degan bo'ladi bu. Xo'sh, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilingan yana bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq deydi: "Mening xalifalarimni, izbosarlarimni elib kelinglar, qani ular" deb shundoq deganda, ular sahobalar so'rab, "Ya Rasululloh, bu sizning xalifalari, izbosarlari kim o?" deganda, "Mening sunnatimni ihyo qiladigan, bu sunnatlarimni Allohning bandalariga o'g'itadigan kishilar mening xalifalarim, mening izbosarlarim" deb shundoq deydi. Yana Humayd degan kishi, bu Humaydut Tavil degan bo'ladi. Abu Ubaydatul Basri nomi bilan mashhur. Bu adam İmam Malikniki ustozlari bo'ladi. Anas ibn Malikni o'qigan. 143-yillar o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odamdan Humayd Egiz deb shundoq deb laqamlangan. Nemishqa degan vaqtida o'zim bir qo'shnisi bor ekanda, buning ismi Humayd ekan, bu pakaroq ekan. Mavi hamda bek egiz odam emas ekan bo'lmasa. Qo'shnisidan sal bilan egiz ekanda, shunga ikkisini farqlantirish uchun qaysi Humayd desa, Humayd Tavil, Humayd Qasir deb mushtan laqamlanib qolgan. Endi mushu adam Anas ibn Malikdan hadis bayon qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shundoq deydi: "Al-fiqhu fid-dini haqqun." Ya'ni dinda fiqh haqiqatdir. Dinda fiqh ilmi, yani dinni to'g'ri tushunish, dinni to'g'ri bilish ne fiqh deymizda bu yerda. Mushu haqdir. Ya'niki har bir musulmonga vojibdir, farzdir. Dinda olim bo'lmoq, dinni yaxshi tushunmak, o'rganmak. Ogoh bo'linglar dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar, o'rganinglar, o'rgatinglar, olim bo'linglar, dinni yaxshi tushuninglar, nodon dunyodan ketmanglar. Payg'ambarimizning nasihati qaranglar. Mana bu oltin bilan yezib oladigan gap bo'libdi payg'ambarimizning so'zi, hadisi. Sulaymon ibn Yasar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilgan hadisda haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq deydi: Allohga shu dinni o'rganishdan afzal bir ish bilan Xudoni ibodat qilgan ish yo'q. Ya'ni Xudoning yaxshi ko'radigan ibodat shu dinni yaxshi o'rganish, dinni yaxshi tushunish. Bir faqih deydi, shaytonga 1000 obiddanmi ashaddiy zarba beralaydi deydi. Odatda normal faqih bo'lmagan, din o'qimagan yoki o'rganmagan 1000 odamdan bir obid, 1000 obiddan, taqvodordan bir olim, bir faqih shaytonga nisbatan dahshatli zarba beralaydi. Bu yerdagi bu olim degani bu dinni yaxshi tushungan va tushunganiga yaxshi amal qiladigan mushularni ko'rsatadi. Har qanday narsaning bir turki bor. Dinning turki fiqhdir. Ya'ni dinning turki shu dinni yaxshi bilishdir, dinni yaxshi tushunishdir degan. Bugungi darsimiz musharik bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.